Har bir kottej uchun 68 ming dollardan chegirma. Intrigalar yana boshlanadimi deyman. Xabaringlar bor, Qarshidagi kottejlarimizdan so'ng Toshkentda ham kottejlar qurishimizni juda ham ko'pchilik iltimos qilishdi. Mana shu iltimoslarni inobatga olgan holda men 8 fevral 20:00 da Imorat Hills nomli kottejlar shaharchasi taqdimotini o'tkazmoqchiman. Va men onlayn taqdimot qatnashchilariga Imorat Hills loyihasidagi birinchi 50 ta kottej uchun har bir kottejga 68 ming dollardan chegirma va hali hech kim taqdim qilmagan qo'shimcha super takliflarni bermoqchiman. Birinchisi albatta bu bepul ta'mirlab berish. Men hisoblab ko'rdim, naqd 30 ming dollar tejaysiz. Ikkinchisi bu 20% gacha qo'shimcha chegirma. 100% lik to'lovda bu taxminan 23 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Uchinchisi 100% lik to'lovda sotilgan har bir kottej uchun Sergeli City loyihasidan bir xonalik studiya xonadonlarini mutlaqo tekinga beramiz. Bu ham taxminan 15 ming dollar demakdir. Eng asosiysi, Toshkentda kottejlarni uzoq muddatga bo'lib to'lashga hali hech bir quruvchi bermagan ekan. Men esa ushbu kottejlarni 1 yilga emas, 2 yilga ham emas, naqd 30 oydan 50 oygacha bo'lgan muddatga hech qanday foizlarsiz bo'lib to'lash imkoniyatini ham beraman. 68 ming dollarlik chegirma va 50 oygacha bo'lib to'lash imkoniyatlari faqatgina 8 fevral 20:00 dagi jonli taqdimot qatnashchilarigagina beriladi. Taqdimotni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq profil shapkasida ko'rsatilgan link orqali yopiq Telegram kanalimizga obuna bo'ling.